tushunmayapman. Nega hech qayerda yo'q? Nega hamma yer bo'm-bo'sh? Hech narsaga tushunmayapman qishloqlar. Nima bo'ldi? Nega hech qayerda ovqatlar yo'q? Hamma yerda negadir yo'q. Ha, bo'ldi. Menimcha ovqat topsak bo'ladi. Ana yerda hozir desam, nima? What the fuck? Endi nima qilamiz? Qishloqlar endi nima qilamiz? Hech qayerda ovqat yo'q. Nima? Hech qayerda ovqat yo'qmi? Ha, hech qayerda dalalarda hech qanday joylarda sabzilar hammasi yo'q. Qanday qilib? Bilmadim, mana qaranglar, ikki man bo'lmayapti. Nimaga ikki bo'lmayapti? Qayerdan bilay men? Merdan so'rab ko'raylikmi? Ha, mayli, yuringlar, bo'lmasa merdan so'rab ko'raman. Men keldinglar. Mer, короче, bilsangiz, короче, sabzilar va hech qanday, masalan, hech qanday kartoshka va ham Bola, sizlarga men Fakirov kanalini taklif qilaman. Juda ham sifatli va zo'r videolarni chiqarmoqda va kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu juda ham muhim. Kanaliga bitta obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'laman va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying. Keyin videosiga o'tib, kommentiga Husandan omad deb yozib qo'ying. Kanal ссылкасы описанияda bo'ladi yoki kommentariyada o'tib qo'yinglar. Hammasi hech nimagadir o'smayapti. Даже endi o'stira olmayapman. Nimagadir endi bo'lmayapti. Dala qila olmayapman. Va hech qanday hammasi yo'q. Buni sababini bilaman. Qanday aytib bera olasizmi, iltimos? Xo'sh, qarangchi, bizning tuproqlar zaharlangan. Nima? Zaharlangan? bizning tuproqlar nimagadir hammasi zaharli. O'zim ham hayronman, nimaga zaharli tushunmayapman. Lekin so'rab ko'rdim admindan, lekin admin aytmayapti. Nima ekan? Mayli, lekin menda bitta zo'r narsa bor. Qarangchi, men buni bilgandim. Shuning uchun ham omborxonada juda ham ko'p ovqatlar bor. Shunga ketdik. U yerda ovqatlar bor va ancha yetadi ancha kunga. Nima, rostami? Meni moddalar tuzalganicha bizga ancha yetib qoladi. Mana nihoyat, let's go. Ketdik, bo'lmasam tezroq hamma ovqatlarni hamma qishloqlarga bo'lishimiz kerak. Bo'pti, yurib ko'raman. Qani? Qishloq nima qilyapsan bu yerda? Hozir men qarangchi, haligi qorni ochib ketgani uchun shunga kelgandim omborxonaga. Nima? Qorni ochib ketgani uchun kelganding? To'xtab tur, hozir hammasini yeb qo'ymagan bo'l, iltimos. Nima? Ichida icharsa yo'q. Qayerga ketdi hammasi? Yo'q. Hammasini yebmi? Yaramas. Och ko'z, och opat. Mayli, men ketdim, bo'lmasam. To'xta, qayerga ketding? Yaramas. Qishloqlar hammasini yeb qo'yibdi. Nima? Hammasini yeb qo'yibdimi? Ha, albatta. Kechiringlar, lekin men qara olmadim, ko'rmabman. Nima? Hammasini bitta ham qolmabdimi? Ha, bitta ham qolmabdi. Endi nima qilamiz? Bilmayman, o'zim ham hayronman. Bitta ham qolmabdi. Ichkari rostdan yo'qmi? Ha, mayli. Bironta eplab so'yib turamiz. Suv ichib ham yashasak bo'ladi, to'g'rimi? Mayli, yashab turamiz endi. Lekin qanday? Qanday? Yo'q, qanday? Keyinroq gaplashamiz. Hozirroq yuringlar. Menimcha nima qilsam bo'ladi? Bo'pti, bo'lmasam, qarangchi, men ketdim, xayr. Bola, endi nima qilamiz? Mayli, bola, nima bo'lishini ko'ramiz. Mayli, endi ketdim men, mayli. Endi nima qilaman? Mayli, uyimga ketdim men. Charchadim. 2 haftadan so'ng. Assalom hammaga. Sizlarman, men Husan Minecraft. Bizning yangigina videomizga xush kelibsizlar. Bola, men 2 haftadan beri ovqat yemadim. Juda ham charchab ketdim. Bola, qaranglar, o'zimni qaranglar, meni bechoragina yuzimni ko'rsanglar. Qaranglar, bechoraman o'zim. Qaranglar, shunchalik ag'rayib ketdim, qaranglar, qiltirib olib qolganim, qaranglar. Mayli, men ketdim, bo'lmasam. Ko'chaga chiqib ozgina aylanib kelamiz. Nima?
Qishloq senga nima bo'ldi? Qishloqqa, alo, qishloqqa senga nima bo'ldi? Hozir seni doktorga chaqirmasam bo'lmaydi. Qishloqqa. Tur, qishloqqa, tur. Tur, hoziroq tur. Tur, iltimos, qishloqqa, iltimos. Men ozgina uxlab qolay. Astag'firullah. Ovqat bizni. Tur, hozir ovqat o'ylash payti emas. Ovqat o'ylash payti emas. Tura qol. Ozgina uxlay bo'ldi. Ozginagina. Tur. Voy, qishloqqa ham tomi ketib qolibdi. Qanaqadir tushida ovqatlarni o'ylayapti bola. Nima qilsam bo'ladi bola? Men qanday shu kichkinagina bosh suyagimman. Nima qilsam bo'ladi bola? 2 haftadan beri ochkamiz, to'lqin suv ichyapmiz bola. Haliyam hech narsa o'zgargani yo'q. Hamma yer hali beri shunaqa o'ycha turibdi. Nima qilsam bo'ladi? Tushunmayapman. Men bunaqa ishlar qilmasam boshqa hech kim qilmaydi. Men bunga majburman. Ha bola. Ha. Bunaqa ovqatsizlikdan yashagandan ko'ra albatta. Men ovqat topgani ketdim. Mayli, ketdik. Qishloqlar men qilmasam hech kim qilmaydi. Ketdik bo'lmasam ovqat qidiraman. Nihoyat shuncha, mana короче, shuncha yig'dim. Mana ko'ryapsizlar. Shuncha yig'dim. Mazalik. Kimga bitta yesam mayli. Yo'q. Bu qishloqlar va bu hamma uchun tayinlangan. Bitta men uchun emas. To'g'rimi? Shuning uchun ham yo'q. Yemayman. Hamma qishloqlarni chaqirib, hammamiz birgalik deymiz. Men yo'q. Men hamma bilan yegan. Yaxshi bo'ladi. Ko'ryapsizmi, buni yig'ishim uchun mana juda ham ko'p vaqtim ketdi. Qishloqlar hamma kelsin, ovqatlar, kelinglar, ovqat olib keldim. Bunchani qancha qayerda topding? Ha, aytmasa ham bo'ladi. Просто, короче, yig'ib keldim hammasini. Baribir o'zim yig'masam hech kim yig'masdi. Rostmi? Rahmat Husamay bizni o'ylaganing uchun. Ha, mayli bo'lmasam, kelinglar hammasini bir chekkadan olishni boshlaymiz. Mana bularni bo'lishib, bir narsalar yeyasaymiz. Davay, let's go. Buni tortlar, davay bir narsalar tayyorlaymiz. Tezroq bo'linglar, hammasini tayyorlab, tezroq yeyib kelyapti. Qornim ochib ketdi, meni ham. Bo'pti, bo'lmasam tayyorlaylik. Husamay, senda gapim bordi. Ha, mer nima gapingiz bordi? Husamay, sen doim bizga qishloqqa foydali narsalar qilgansan, shunga sendan juda ham katta rahmatimiz bor. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Bu oddiy narsa-ku. Rahmat Husamay. Ha, xo'p, bo'pti. Bo'lmasam tezroq olinglar. Yo'q ekan-chi. Mazza o'zi ham. Mazza qildim o'zi ham. Ovqatini ham yebitding-a? Ha, juda ham mazza qildim. Juda ham shirin ekan o'zi ham bor-u. Bizga ham yoqdi Husamay, rahmat. Ha, mayli, hech qisi yo'q. O'zi ham mazza qilib tayyorladik-ku. Tortlar hamma yo'q ketdi o'zi ham. Ha. Menimcha endi o'sha qornimiz to'q. Yana bir haftaga chidasak, ungacha birontangday bo'lib qolsa kerak yangiliklar. Ha. Ha, bo'pti, mayli, bo'lmasam
videomni shu yerda to'xtatishim kerak bo'ladi. Obunachilarimga xayrlashib olay. Hop, obuna bo'lib qo'ysan aytib qo'y. Xo'p, obuna bo'lib qo'yishadi. Juda hammasi bo'ldi, to'g'rimi? Bola video yoqqan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Bu juda ham mening yangi videolar chiqarishim uchun juda ham foydali bo'ladi. Ko'p like va qancha ko'p obuna bo'lsa, shuncha ko'p videolar chiqaveradi. Bolalar bo'pti. Obuna va like bosishni ham unutmanglar. Ular men Husan bo'ldim. Keyingi videomda ko'rishguncha hammaga xayr.